internet sahifasida bir o'rangan psixolog ayol erkaklarga nasihat qilyapti. Ya'ni ishi yurishishi, hammasi zo'r bo'lishi, bizneslari shunaqa yarqirab ketishligi uchun dedi, oltin qoida bor deb aytyapti. U qanaqa oltin qoida ekan deb e'tibor bersak, uyingizda dedi ayolingizni quchoqlab dedi, unga har kuni SMS yozing. Har kuni dedi uni quchoqlang dedi. Mana shunda dedi, u ayolni ham dedi muhabbati oshib, oilasiga e'tiborli bo'lib va palon bo'lib, xullas kalom hammasi joyida bo'ladi degan gapni iddao qilib turibdi. Mana shu nuqtada payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam erkak kishi bo'lgan va o'zlarini ummatlariga hadisni aytayotganlarida ayollarni erkalating, ularga yaxshilik qiling degan ma'noda go'zal so'zlarni aytgan. U zot sallallohu alayhi vasallam shu qadar hayoli bo'lganlarki, bejizga hadislarda keltirilmagan. Ana shu chimildiqda o'tirgan kelindan ham hayoliroq bo'lgan degan hadislar kelgan. Qarang, erkak kishi bo'lib turib, ayollarni quchoqlashlikni, bu so'zni ishlatishni o'zlariga ep ko'rmagan, hayosi ko'tarmagan. Bugungi ayollar telefonga chiqib olib, internetga chiqib olib, erkak kishiga ayolni quchoqlash haqida motivatsiya berib o'tiribdi. Sen ishing yurish uchun sen xotiningni quchoqlagin dedi. Yana bu ayollar o'ranadi, yana o'zlaricha hayoli, iboli bo'lib qoladi. Vaholanki ulardan bu hayoni asari ham yo'q. Oltin qoidamish. Bu oltin qoidaga kirmaydi. Qancha insonlar bor. Masalan, qattiq dil insonlar bo'ladi. O'zini boshqacha tarbiyasida ko'rgan insonlar bo'ladi. Ayolini yaxshi ko'rmaydigan insonlar bo'ladi. Uni haqqini ado qilib yuradigan insonlar bo'ladi. Lekin unga zulm qilmaydi. Yediradi, ichiradi, uy bilan ta'minlaydi. Boqadi uni, og'irini yengil qiladi, ammo muhabbat darajasida ish ko'rsatmaydi. Yashashi mumkin. Hazrat Umarning oldiga bu masalada kelganda, insonlar degan. Qancha insonlar Allohning rioyasini qilib yashaydilar degan. Ya'ni hamma muhabbatli bo'lib yashashi shart emas, majburiy emas. Bu insonning hayoti. Alloh taolo xohlagan bandasiga bu dunyoda ana shunday bir muhabbatli holatlarni taqdim qilib qo'yadi. Haqiqatan bir erkak o'zini ayolini o'ta darajada yaxshi ko'radi. U masalan o'zi xohlamasdan yaxshi ko'rgani uchun SMS yozadi, ayoliga romantik munosabat, muhabbatlarni ko'rsatib boradi. Lekin bu degani shu hamma qilish kerak. Bu oltin qoida, bu seni ishingni yurishtiradi, falon bo'ladi, tugun bo'ladi degani emas. Har bir inson shariatga amal qilsin, bo'ldi. Ayoliga zulm qilmasin, yomonlik qilmasin. Bo'pti, men ishga ketdim desa bo'ldi. Borib quchoqlash shart emas. Behayolarcha mana shunday gaplar aytiladi. Bu narsada salbiy tomonlar nima? Salbiy tomoni o'zi bugun shunda ham ayollar ko'cha-ko'yda xohlagan ishini qilib yuribdi. Xohlagan gunohlariga yo'l qo'yyapti. Xohlagan jinoyatlarni qilyapti. Xohlagancha ko'chalarda kezib xohlagan ishlarni qilyapti. Endi yana uni ustiga bu ayollarga motivatsiya berib, meni erim erkalash kerak. Erkalasang seni ishingda baraka bo'ladi degan tushunchalarni kallasiga singdirib ularni. Bu aslida yo'q narsa, lekin shu gap qaytarilaversa, ha men shunaqa ekanman. Demak, meni quchoqlasa, meni erkalasa, menga o'qisa, menga bu qilsa, seni ishing yurishadi degan tushuncha kirib qoladi. Aslida bunday emas. Alloh taolo erkakmi, ayolmi xohlagan bandasini xohlaganday sinab ko'radi. Bir erkakni 10 yillar davomida, 20 yillar davomida ishini yurishtirmaydi. Kambag'al yashaydi. Bu hayotda bor narsa. Faqirlik, kambag'allik bor narsa. Hamma ham zo'r ishlarni, bizneslarni, tadbirkorchiliklarni qila olmaydi. Hamma ham kuchli, hamma ham chiroyli bo'la olmaydi. Hamma ham boylikka erisha olmaydi. Oddiy yashab o'tadi. Shuning uchun bu soxta oltin qoidalar sapsata gaplar. Bekorchi gaplar. Alloh taolo har kimni o'zini o'rniga qo'ygan. Birov kambag'al, birov erkak, birov ayol, birov yosh, birov qari, har bir hayotni sinovini ko'radi. Ana shundan Alloh huzurida so'raladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda
bir qancha joyda ogohlantirgan. Men hozir aytmoqchi bo'lganim, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, bu Buxoriyda ham keladi. Bu Sahihi Muslimda ham keltirilgan bu hadis. U zot sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, menga jahannam ko'rsatildi va jahannamning aksari ayollar ekan degan rivoyatlar keltirilgan. Va sahobiy ayollar so'ragan: "Ey Allohning rasuli, nima sababdan ko'p ayollar?" Aksari degani arab tilida bu juda ko'p degan ma'noni bildiradi. Juda ko'p degan ma'no. Masalan, 100 ta sanoq bo'lsa, misol uchun, shuni 80 ta yo 90 tasi degan ma'noni bildiradi. Ana shu ayollar jahannamga kirishligini sahobiy ayollar so'raganda payg'ambarimiz aytdilarki, sizlar erlaringga kufr keltirib qo'yasizlar degan. Ya'ni ayolni bir uyga olib boradi. Masalan, 2 xonami, 3 xonami, 4 xonami, necha xona bo'lsa ham bir uyga joylashtiradi. Unga yemak, ichmak hammasini ta'minlaydi va u erdan farzand ko'radi. Endi mana shu ko'chaga chiqib, nima tirikchilik qilsa ham shu ayolni, bolasini boqib o'tiribdi. Endi bundan ortiq narsani talab qilishlik, mani erkala, mani o'qi, menga buni qilib ber deyishlik, endi shariat mana shu joyda aytadiki, ayolga sen to'xtagin deydi. Haddingdan oshmagin, endi o'zingni bilgin deydi. Shuning uchun shariat mana shu erni qancha daromad qilsa, ana shunisiga rozi bo'lib yashayotgan ayolga tasanno aytadi. Yo'q, mana ko'chada mana u erkelyapti ekan, mana u Dubayga olib boryapti ekan, mana u mashina olib beribdi tagiga, mana u ko'chaga olib chiqib mana bunday qilyapti ekan degan qoidalarni yuritmaydi shariat. Borimi rozi bo'lib yashaysan. Alloh taqdir qilib boylik ato qilsa, marhamat, halolidan foydalansin. Lekin erkakni ustiga bosim berib, topasan, o'qilasan, hamma yashayapti degan qoidalarni kirita olmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oyisha onamizga: "Ey Oyisha, menga yetishmoqchi bo'lsang, taomlanishingni kamaytirgin" dedilar. O'zi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uylarida unaqa toshib ketgan narsa yo'q edi. Yeb ichadigan, bizi xolodilniklarimiz to'la, muzlatgichlarimiz to'la, go'shtlar, hali tovuq go'shti, hali ot go'shti, hali qazi, hali mol go'shti, qo'y go'shti, dumba, uyu, buyu, xilma-xil ovqatlar, xilma-xil oshxonamiz to'la kasa tovuqlar, unaqa narsalar bo'lmagan. Shunday holda Rasululloh vafot qilganlarida Oysha onamiz aytadilarki, tokchada bir xaltachada ozgina arpa bor edi dedi. Shuni tuyib, non qilib yerdik dedi. Toki uni o'lchamagunimizcha, ya'ni hech tugamasdi dedi. Ana shuni olib tuyib, non qilar ekan, yer ekan. Shunday yashab turgan ayolga payg'ambarimiz menga yetishmoqchi bo'lsang, taomlanishingni kamaytirgin dedilar. Bugungi ayollar kerak bo'lsa agar kiyimini sanasa sanog'iga yetolmay qolasiz ba'zi ayollar. Lekin talabi ko'p. Kiyimim yo'q, kiyim olishim kerak dedi. Uyda kiyim turibdi. Alloh taolo buni so'raydi ertaga. Qur'oni Karimda oyat kelgan. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir degan. Sizlarni shoshganlaring, mashg'ul bo'lganlaring, bu dunyoga yetishga beradigan motivatsion hayotlaring hammasi qabrgacha deyapti. Qabrda to'xtaydi bo'ldi deyapti. Va sizlarga deydi, oxirat ko'rsatiladi deydi. Oyatning oxirida aytadiki, biz sizlardan deydi bergan ne'matlarimizni so'raymiz deyapti. Shuning uchun nima olib, nima yeb ichayotganimiz, kiyayotganimiz, uni sanoqlarini e'tiborini qilib qo'yishimiz kerak. Ertaga so'raydi. Uyingizda 5 ta ko'ylagingiz bor. Yana bir qancha kiyimlaringiz bor. Lekin erni cho'ntagidagi pulga ko'z tikib, menga ko'ylak olib ber, to'yga kiyadiganim yo'q dedingiz. Oldirdingiz. Masalan, 500 ming 1 millionga oldi. Ana shu 500 ming 1 millionni qiyomat kuni so'raydi. Nima zarurat uchun oldirding deydi. Siz aytasiz, to'yga oldirdim deb. Alloh taolo so'raydi. Men senga to'yga ko'ylak olishlik uchun tavsiya berganmanmi Qur'onda yoki sunnatda deydi. Yo'q u narsa. Bu narsa yo'q. Demak, banda o'sha ne'mat haqida so'raladi. Endi ana shu bandaning shu xarajatini teskarisiga o'zini qarindosh urug'i, aka ukasi yoki qo'ni qo'shnilarida, yaqin atrofidagi och o'tirgan odamni ko'rsatadi. Uni bilar edi. Ana shu och o'tirganini ham bilar edi.
lekin uni o'ylamasdi. Oxiratga mana shunday tayyorgarlik ko'rish kerak. Dunyoni quvsangiz ham oxiriga yeta olmaysiz. Oxiri qabr bilan tugaydi. Shuning uchun bunaqa bekorchi, har xil o'zichaniga oltin qoidalar yo'q unaqa. Dunyoda hamma inson baxtsizdir degan Alloh taolo. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu degan. Iymon keltirgan odam baxtli degan. Ana shu iymon haqida gapirishimiz kerak. Va amilus solihat, solih amallar haqida gapirishimiz kerak. Solih amallarni ulamolarimiz sanab ketgan. Ana shularni qilishimiz kerak. Ayollarni ochko'zlikdan, qanoatsizlikdan, besabrlikdan, molga to'ymasligidan, erga sapchimaslik kerakligini uqtirishimiz kerak. O'zlarini orzu havaslari, shahvatlari evaziga erkak kishini mol dunyosini sochmaslik kerak. Ertaga qiyomatda so'raladi. Shuning uchun ayollar ko'zini ochib olsin. E'tiborli bo'lsin. Har bir qilayotgan gapi, har bir harakati uchun javob beradi u ham. Alloh taolo Qur'onda bir qancha joylarda aytgan. Qur'oni Karim bir qancha joylarda aytgan. Biz erkak va ayolni degan. Zinokor ayol, zinokor erkakni degan. Alohida aytayapti. Bu degani ayol alohida jins sifatida javob beradi degani. Shuning uchun ko'zni ochib olish kerak. E'tibor berish kerak, beparvo bo'lish kerak emas. Yo hayot shunaqa ekan, mana shunaqa ursuru yugurlardan iborat ekan emas. Bu sinov hammasi, bu hammasi fitna. Ana shu fitnalar tomonda bo'lib qolmaylik. Yaxshilik tarafida bo'laylik.